olib kelishdi. Menga yoqda qilgan ishlarga rahmat. Aka, mana xonadonimizda ustunovkamizni yakunlab oldik. Xudo xolasa darvoza hamda kadrov ishlarimizni bitirib berdik. Ko'rishlari mumkin manzilimiz Andijon viloyatida. Xudo xolasa mana akamiz bizni Instagram orqali ko'rib zakaz berdilar. Aka, darvoza haqida o'zingiz fikringizni bildirib o'ting obunachilarimizga. Darvozamni olsa, avvalambor assalomu alaykum. Darvozamiz juda chiroyli, ham sifatli. Buni anaqada ko'rib zakaz qildik. Mana 15 kun ichida darvoza chiroyli qilib kelishdi. Menga yoqda qilgan ishlarga rahmat. Aka, boshqalarga ham tavsiya berasizmi xudo xolasa? Albatta buni tavsiya etaman. Ham zamonaviy, ham sifatli bo'ldi. Asosan bu. Aka, aytilgan materialida umuman sifatli ekan. Muammo yo'q bo'lmagan, yaxshi yo'q bo'lgan, zo'riqchi aytganlar bo'libdi. Darvoza yoqdimi aka, xudo xolasa? Yaxshilik kunlarga buyursin aka. Xizmatlar bo'lsa aloqadan xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli va ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilsangiz, batafsil ma'lumotlar berib o'tib, xudo xolasa ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. 12 ta viloyat bo'ylab rasmiy ravishda dastavka ustunovkalarimiz mutlaqo bepul.